Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Endi qaysi holatlarda pensionerga pensiya olish, qo'shimcha pul olish yoki ayrim huquqlardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi yoki pensiya yoshiga yaqin inson bor. Birgina xato ariza, vaqtida xabar bermaslik yoki hujjatdagi kichik nomuvofiqlik tufayli pensiya to'xtab qolishi, ortiqcha to'langan pul qaytarib olinishi yoki odam keraksiz idora yurib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bugun aynan hayotda uchraydigan eng og'riqli vaziyatlarni tushuntiraman. Men avvalo bitta narsani aniq qilib aytaman. Pensioner bo'lish insonning huquqlari tugadi degani emas. Pensioner ham ishlashi, mulk sotib olishi, bank kartasidan foydalanishi, safarga chiqishi, davolanishi, farzandlari bilan yashashi mumkin. Lekin pensiya davlat tomonidan belgilangan tartib asosida to'lanadi. Shu tartib buzilsa ayrim holatlar taqiqlanadi yoki cheklanadi. Odamlar ko'pincha pensionerlarga endi taqiqlanadi degan gapni eshitib, hamma narsani taqiqlab qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida masala boshqacha. Davlat pensionerning haqiqiy holati, ish staji, daromadi, yashash joyi, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati yoki qo'shimcha to'lovlarga haqliligi to'g'risidagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lishini talab qiladi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Masalan, odam pensiyaga chiqayotganda mehnat daftarchasini olib borardi, ariza yozardi, mahalladan yoki ish joyidan ma'lumotnoma olardi. Ba'zi ma'lumotlar kech tekshirilardi. Ayrim holatlarda idoralar bir-biri bilan tez axborot almashmasdi. Natijada kimdir ishga kirganini vaqtida bildirmasdi, kimdir chet elga uzoq muddatga ketganini aytmasdi. Kimdir vafot etgan qarindoshining kartasidan pul yechib yurardi. Bunday holatlar keyin aniqlansa ortiqcha to'langan pensiya qarz sifatida hisoblanardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilmoqda. Bank, soliq, FHDYO, bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, pensiya jamg'armasi va boshqa idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bu nimani anglatadi? Agar pensioner ishga kirsa, rasmiy daromad olsa, vafot etgan shaxsning pensiyasi yechilsa, nogironlik guruhi muddati tugasa, boquvchisini yo'qotgan bola o'qishni to'xtatsa yoki odam chet elda uzoq qolsa, bu holat oldingiga qaraganda tezroq ko'rinadi. Men buni qo'rqitish uchun emas, tushuntirish uchun aytyapman. Endi hech kim bilmaydi degan davr asta-sekin tugayapti. Eng birinchi qoida shuki, pensioner o'z holatidagi muhim o'zgarishlarni yashirmasligi kerak. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam rasmiy ishga kirsa, har doim ham pensiya butunlay to'xtaydi degani emas. Ko'p hollarda yoshga doir pensiya ishlayotgan pensionerga ham to'lanadi. Lekin ayrim ustamalar, kompensatsiyalar yoki alohida imtiyozli to'lovlar faqat ishlamaydigan shaxslarga berilgan bo'lishi mumkin. Shunday paytda odam ishga kirganini yashirsa, keyin ortiqcha olingan summa qaytarilishini talab qilinadi. Misol keltiraman. 68 yoshli otaxon oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U qo'shimcha ravishda ishlamaydigan pensioner sifatida ma'lum bir ustama yoki yordam olgan bo'lsin. Keyin u korxonaga qorovul bo'lib rasmiy ishga kiradi va oyiga 1.800.000 so'm maosh ola boshlaydi. Agar uning pensiyasiga ta'sir qiladigan qo'shimcha to'lovlar bo'lsa va u bu haqda xabar bermasa, 6 oy yoki 1 yil o'tib tizim buni aniqlaydi. Shunda sizga shu davrda ortiqcha pul to'langan deb hisob-kitob qilinadi. Odam men bilmagan edim desa ham, ko'pincha pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. Shuning uchun men har doim aytaman, ishga kirgan kuningizdan keyin pensiya bo'limiga yoki MyBokkov uz orqali mas'ul idoraga xabar berish eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi muhim masala. Vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish qat'iyan mumkin emas. Bu hayotda juda ko'p uchraydi. Masalan, bu vafot etdi, lekin uning pensiya kartasi kelinda yoki o'g'lida turibdi. Keyingi oy kartaga pensiya tushadi. Oila baribir bu pul buyining puli edi. Dafn marosimiga xarajat bo'ldi deb o'ylab pulni yechadi. Mana shu joyda katta muammo boshlanadi. Vafot etgan kundan keyingi davr uchun tushgan pensiya odatda qonuniy meros yoki alohida tartib asosida rasmiylashtirilishi kerak. Kartadan shunchaki yechib olish esa noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Keyin bank operatsiyasi ko'rinadi. FHDYOdagi vafot ma'lumoti tizimga tushadi va ortiqcha to'lovni qaytarish talab qilinadi. Men buni juda sodda aytaman. Pensioner vafot etganidan keyin uning kartasidan pul yechmang.
Avval ifhodiyadan o'lim guvohnomasini oling, keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha tartibni so'rang. Ba'zi hollarda yaqin qarindoshlar belgilangan hujjatlar bilan olinmay qolgan pensiyani qonuniy olishi mumkin. Lekin bu kartani bankomatga solib, pin kod bilan pul yetish degani emas. 3-masala. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasida muddat juda muhim. Ba'zi odamlarga nogironlik guruhi umrbod beriladi. Ba'zilarga esa ma'lum muddatga beriladi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertizadan qayta ko'rik muddati kelgan bo'lsa, pensioner yoki uning yaqinlari buni o'tkazib yubormasligi kerak. Muddat tugasa to'lov to'xtashi mumkin. Keyin odam men kasalman-ku nega pul tushmadi deb hayron bo'ladi. Sabab kasallik yo'qligida emas, hujjat muddati yangilanmaganda bo'ladi. Masalan, iki guruh nogironligi 2025 yil 1 iyungacha belgilangan. Odam may oyida qayta ko'rikka tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Lekin hujjatlarni yig'maydi, shifokorga bormaydi. Navbatni kutmaydi. Iyul oyida pensiya tushmay qoladi. Keyin u hujjat yig'ishni boshlaydi. Bu orada in 2 oy pul kechikishi, qayta hisoblash masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun men nogironlik asosida pensiya olayotganlarga alohida maslahat beraman. Ekspertiza muddati tugashidan kamida 1 oy oldin oilaviy shifokor, poliklinika va pensiya bo'limi bilan bog'laning. Menimcha, eng ko'p ehtiyot bo'lishi kerak bo'lganlar birinchi navbatda qo'shimcha to'lov, ustama yoki maxsus nafaqa olayotgan pensionerlardir. Chunki oddiy yoshga doir pensiya bilan alohida shartli to'lovlar bir xil emas. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi, yolg'iz keksalarga beriladigan yordam, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, ish staji yoki alohida maqomga bog'liq ustamalar alohida shartlarga ega bo'lishi mumkin. Shart o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Ikkinchi guruh xavotir olish kerak bo'lganlar chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensionerlar. Men chet elga chiqish taqiqlanadi demayapman. Pensioner ham farzandlariga borishi, davolanishi, mehmon bo'lishi mumkin. Lekin ayrim to'lovlar uchun doimiy yashash joyi, ro'yxat, shaxsning tirikligi va o'z vaqtida tasdiqlanishi muhim bo'ladi. Agar odam uzoq muddat boshqa davlatda qolsa, kartasini boshqa birovga berib qo'ysa, hujjatlari yangilanmasa, pensiya to'lovida muammo chiqishi mumkin. Misol uchun, ona Rossiyadagi o'g'lining oldiga 8 oyga ketdi. Pensiya kartasi esa uyda qoldi. Kelin har oy pul yechib turdi. Agar tizimda shaxsning uzoq muddat chiqib ketgani, bank operatsiyalari esa boshqa odam tomonidan amalga oshirilgani ko'rinsa, savollar paydo bo'ladi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l oldindan pensiya bo'limiga borib, chet elda bo'lish davrida pensiya olish tartibini so'rash, ishonchnoma kerak bo'lsa notarial tartibda rasmiylashtirishdir. Oddiy kartani berib qo'ydim degan gap huquqiy himoya bermaydi. 3-guruh. O'qish yoki qaramog'ida bo'lish sharti bilan pensiya olayotganlar. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ayrim hollarda farzandning yoshi, o'qish yoki mehnatga layoqatsizligi bilan bog'liq bo'ladi. Bola kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum yoshgacha pensiya olish huquqi bo'lishi mumkin. Lekin u o'qishni tashlasa, sirtqi ta'limga o'tsa, ishga kirsa yoki belgilangan yoshdan oshsa, to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Agar bu o'zgarish yashirilsa, ortiqcha to'lov qarzga aylanadi. Endi men keraksiz vahimani ham to'xtatmoqchiman. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan, hujjatlari to'g'ri, yashash joyi aniq, kartasidan o'zi foydalanayotgan. Qo'shimcha shartli to'lovlarni noqonuniy olmayotgan odamlar har kuni xavotirda yurishi shart emas. Pensiya yoshiga yetib, qonuniy staji asosida pensiya tayinlangan bo'lsa, odamning oddiy hayoti taqiqlanmaydi. U bozordan savdo qilishi, tomorqasidan daromad olishi, farzandiga yordam berishi, davolanishi, bank omonat qo'yishi mumkin. Muhimi rasmiy shartlarga ta'sir qiladigan holatlar bo'lsa, ular yashirilmasligi kerak. Masalan, aytim yoshli ayol 35 yil ishlagan, yoshga doir pensiya oladi. Uyida yashaydi, kartasidan o'zi foydalanadi. U har oy dorixonaga, bozorga, kommunal to'lovlarga pul sarflaydi. Farzandi ba'zan unga pul yuboradi. Bu taqiqlangan narsa emas. Yoki 66 yoshli erkak pensiyada, lekin kichik ustaxonada rasmiy ishlaydi. Agar uning pensiyasi ishlashga qaramay qonun bo'yicha to'lanishi kerak bo'lsa va u ishini yashirmasa, bu ham avtomatik muammo degani emas. Muammo odatda yashirish, noto'g'ri ma'lumot berish yoki boshqa birov nomidan pul olishdan boshlanadi. Endi eng ko'p chalkashadigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala ishonchnoma. Ko'p pensionerlar yoshi katta, kasal yoki yurishga qiynaladi.
Ular pensiya kartasini farzandiga berib qo'yadi. Lekin karta berish bilan ishonchnoma bir xil emas. Bank kartasining PIN kodini boshqa odamga aytish xavfli. Agar pul yo'qolsa yoki noto'g'ri yechilsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, notarius orqali ishonchnoma berish. Bankdagi vakillik tartibini bilish. Pensiya bo'limidan qonuniy yo'lni so'rash kerak. Ikkinchi nozik masala ortiqcha to'lov. Ko'pchilik men so'ramaganman, davlat o'zi tashlagan, demak meniki deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri yondashuv. Agar to'lov xato tushgan bo'lsa, keyin baribir qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, pensionerga har oy 1 million 500 ming so'm tushishi kerak edi, lekin 3 oy davomida 2 million so'mdan tushdi. Odam farqni sezdi, lekin indamadi. Keyin 1 million 500 ming so'm ortiqcha to'lov deb topildi. Bunday vaziyatda men sarflab yubordim degan javob odamni qarzdan ozod qilmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya miqdori kutilmaganda oshib ketsa, darhol sababini tekshirish kerak. Uchinchi nozik masala hujjatlardagi ism familiya farqi. Ayniqsa eski mehnat daftarchalarida nikohdan keyin familiya o'zgarganda, tug'ilgan sana bir joyda boshqacha yozilganda muammo bo'ladi. Masalan, pasportda Karimova Malika deb yozilgan, mehnat daftarchasida esa Karimova M yoki eski hujjatda Malika o'rniga Malika deb ketgan. Bu kichik xato ko'rinsa ham pensiya hisoblashda staj tasdiqlanmay qolishi mumkin. Oldin odamlar hamma biladi-ku, shu menman deb yurardi. Hozir esa tizim hujjatdagi aniq moslikni talab qiladi. Shuning uchun pensiyaga yaqinlashayotgan odamlar ham, allaqachon pensioner bo'lganlar ham hujjatlarni tekshirtirib qo'yishi foydali. 4-nozik masala yashash joyi va ro'yxat. Pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa viloyatda yashashi mumkin. Bu o'z-o'zidan jinoyat emas. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar mahalla, hudud, yashash sharoiti yoki ehtiyoj darajasiga qarab belgilanadi. Agar odam aslida boshqa joyda yashasa, lekin yordamni eski manzil bo'yicha olsa, keyin tekshiruvda savollar tug'iladi. Ayniqsa yolg'iz yashovchi pensioner, parvarishga muhtoj shaxs, kam ta'minlangan oila tarkibi bo'yicha yordam olayotganlar bu masalaga jiddiy qarash kerak. 5-nozik masala pensiya va kredit. Ba'zi pensionerlar endi pensionerlarga kredit olish taqiqlanadi degan gaplarni eshitadi. Umumiy qoida sifatida pensionerga kredit olish taqiqlangan deb aytish noto'g'ri. Bank qarz berishda yosh, daromad, pensiya miqdori, kredit tarixi, garov yoki kafilga qaraydi. Lekin pensiya kartasiga kredit yuklamasi tushsa, odamning qo'lida yashash uchun kam pul qolishi mumkin. Men amaliyotda ko'rganman, pensioner 1 million 300 ming so'm pensiya oladi, lekin 700 ming so'm kreditga ketadi. Qolgan pul dori, oziq-ovqat va kommunal to'lovga yetmaydi. Shuning uchun bu taqiq masalasi emas, moliyaviy ehtiyotkorlik masalasidir. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnomalar, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa o'lim, guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar tartibli joyda bo'lsin. Men tavsiya qilaman, har bir hujjatdan nusxa oling, telefoningizda ham rasmga olib saqlang. Lekin shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga yubormang. Ikkinchi qadam, pensiya miqdorini muntazam tekshiring. Har oy kartaga qancha pul tushayotganini yozib boring. Agar odatda 1 million 400 ming so'm tushsa, bir oy 2 million 200 ming so'm tushib qolsa, xursand bo'lib sarflab yuboray demang. Avval bank ilovasidan to'lov izohini ko'ring, keyin pensiya bo'limiga qo'ng'iroq qiling yoki boring. Agar bu qayta hisob-kitob bo'lsa yaxshi. Agar xato bo'lsa, o'sha zahoti aniqlashtirganingiz o'zingizni keyingi qarzdan himoya qiladi. 3-qadam, ishga kirgan bo'lsangiz yoki ishdan chiqqan bo'lsangiz xabar bering. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Yoningizda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, mehnat shartnomasi yoki ishga qabul qilinganlik haqidagi buyruq nusxasi. Ishdan chiqqan bo'lsangiz buyruq yoki mehnat daftarchasidagi yozuv bo'lsin. Arizada sodda qilib yoziladi. Men falon sanadan boshlab falon tashkilotda ish boshladim yoki men falon sanadan ishdan bo'shadim. Pensiya to'lovlarini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini olib qo'ying. 4-qadam, chet elga uzoq muddatga ketayotgan bo'lsangiz,
oldindan maslahat oling. Pensiya kartasini birovga berib ketish o'rniga qonuniy vakillik tartibini rasmiylashtiring. Notariusga boring. Ishonchnoma qaysi muddatga va qaysi amallar uchun berilishini aniq yozdiring. Masalan, faqat bankdan pul olish, pensiya bo'limiga ariza topshirish yoki hujjatlarni olish vakolati ko'rsatiladi. Ishonchnomada umumiy va tushunarsiz iboralar bo'lsa, keyin bank yoki idora qabul qilmasligi mumkin. 5-qadam. Pensioner vafot etgan taqdirda oila a'zolari shoshilinch ravishda to'g'ri tartibda harakat qilishi kerak. Avval tibbiy ma'lumotnoma, keyin FDYA orqali o'lim guvohnomasi olinadi. Shundan keyin pensiya bo'limiga murojaat qilib, o'limay qolgan pensiya, daf marosimi uchun beriladigan to'lov yoki boshqa qonuniy imkoniyatlar so'raladi. Kartadan pul yetishdan oldin albatta rasmiy javob oling. Bu juda muhim. Chunki keyin biz bilmagan edik deb yurmaslik uchun hujjat bilan harakat qilish kerak. 6-qadam nogironlik muddati bo'lsa, kalendarga belgilab qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandingizga ayting. Hujjat papkangizning ustiga qayta ko'rik sanasini yozib qo'ying. Qayta ko'rikka borish uchun poliklinikadan yo'llanma, tibbiy kartadagi yozuvlar, kasallik tarixi, tahlillar, shifoxona epikrizlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni oxirgi haftaga qoldirmang. Chunki bitta tahlil chiqishi, bitta shifokor ko'rigi yoki komissiya navbati vaqt oladi. 7-qadam. Sizga nisbatan ortiqcha to'lov qarzi chiqargan bo'lsa, darhol vahima qilmang. Lekin jim ham turmang. Qaror yoki xabarnomani oling, unda qaysi davr uchun, qancha summa va nima sababdan qarz hisoblangani yozilgan bo'lishi kerak. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. E'tirozda falon sanada men ishga kirmaganman, falon to'lov menga qonuniy tayinlangan, men hujjatni vaqtida topshirganman kabi aniq dalillarni yozing. Qo'lingizda arza nusxasi, qabul qilingan sana bank ko'chirmasi. Ish joyidan ma'lumotnoma bo'lsa, ilova qiling. Og'zaki tortishuvdan ko'ra yozma murojaat kuchliroq bo'ladi. 8-qadam. Har qanday arizani 2 nusxada tayyorlashga odatlaning. Bir nusxani idoraga topshirasiz. Ikkinchi nusxaga qabul qilingan sana imzo yoki kirim raqamini oldirasiz. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Keyin masala cho'zilsa, men aytgandim emas. Mana, falon sanada murojaat qilganman deb ko'rsatasiz. Bu oddiy odat ko'p muammolarning oldini oladi. Men sizga yana bir necha hayotiy vaziyatni tushuntiraman. Birinchi vaziyat, pensioner onaxon 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Lekin mahallada yolg'iz yashovchi sifatida yordam olgan. Tekshiruvda farzandlari doimiy shu manzilda yashashi, uy xarajatlarini birga qilish aniqlanadi. Natijada yordam qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda muammo onaxonning farzandi bilan yashashida emas, yordam tayinlanganda haqiqiy oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilganida. Ikkinchi vaziyat, boquvchisini yo'qotgan talaba kunduzgi ta'limda o'qigani uchun pensiya oladi. Keyin u o'qishni tashlab ishlashga ketadi, lekin pensiya tushishda davom etadi. 10 oyda har oy 900 ming so'mdan 9 million so'm tushgan bo'lsa, keyin bu summa ortiqcha to'lov deb chiqarilishi mumkin. Talaba men yoshman, bilmadim desa ham to'lov shartlari buzilgan bo'ladi. Shuning uchun o'qish shakli o'zgarsa, akademik ta'til bo'lsa yoki talaba safdan chiqarilsa, darhol xabar berish kerak. 3-vaziyat. Otaxon pensiya kartasini qo'shnisiga berib qo'ygan. Chunki qo'shnisi bankomatdan pul yechib kelib berardi. Bir kuni kartadan 500 ming so'm kam chiqdi. Endi kim yechdi? Qachon yechdi? Otaxon o'zi rozilik berganmi? Isbotlash qiyin. Bank karta egasining PIN kodini sir saqlash kerakligini aytadi. Shuning uchun men doim ogohlantiraman. Karta va PIN kod shaxsiy masala. Ishonchli farzand bo'lsa ham imkon qadar rasmiy yo'lni tanlang. SMS xabarnomani ulang. Bank ilovasidan nazorat qiling. 4-vaziyat. Pensionerga arxivdan staj tasdiqlanmagani uchun pensiya kam hisoblangan. U 5 yil ishlagan zavod yopilib ketgan. Hujjatlar arxivga topshirilgan. Odam endi bo'ldi. Topilmaydi deb yuradi. Aslida arxiv so'rovi, eski buyruqlar, ish haqi qaydnomalari, kasaba uyushmasi hujjatlari yoki sud orqali faktni tasdiqlash imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Bu taqiq emas. Lekin hujjat yo'qligi pulga bevosita ta'sir qiladi. Har bir yil staj ba'zan pensiya miqdorida sezilarli farq beradi. Demak, men bugun tushuntirgan asosiy fikr shuki, pensionerlarga hayot kechirish. Ishlash yoki oila bilan yashash taqiqlanayotgani yo'q. Taqiqlanadigan va muammo tug'diradigan holatlar boshqacha. Noto'g'ri ma'lumot berish, o'zgarishlarni yashirish, vafot etgan odamning kartasidan pul yechish.
muddati tugagan hujjat bilan to'lov olish, shartli yordamlarni asossiz davom ettirish va ortiqcha tushgan pullarni tekshirmay sarflash. Hozir ma'lumotlar tezroq tekshiriladi. Shuning uchun har bir pensioner va uning farzandlari hujjatga, muddatga va rasmiy tartibga jiddiy qarashi kerak. Mening ekspert sifatidagi eng muhim maslahatim shunday: har bir muhim o'zgarishni yozma ravishda bildiring. Hujjat nusxalarini saqlang, pensiya miqdorini tekshirib boring va kartani begonalarga bermang. Agar muammo chiqsa, og'zaki gap bilan emas, hujjat, ariza va dalil bilan harakat qiling. Shunda pensiya to'xtab qolishi, ortiqcha qarz chiqishi yoki keraksiz sarsonlikning oldini olasiz. Sizning oilangizda shunday vaziyat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Ortiqcha to'lov deyishganmi? Yoki hujjat sabab muammo chiqqanmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onasi bor har bir inson uchun juda muhim.